Rishtondan mana nimani olib keldik, g'umbeklarni. Hop, kelgunimizcha mana bitta onari hatto mana chiqib qolibdi. Hozir bularni qo'yish jarayonini ko'rsataman. Mana issiqroq turib tursinlar, ulab qo'yaylik. Hamda mana himoyasini olib kelganmiz. Kiydiramiz mana. Buni kiydirib, qilingan to'tkalarga qo'yamiz. Olingan to'tkalarga. Uzoqroqdan sal uzoqroqdan. Bunday qilib atvotka qilib ajratib qo'ygandik, 3-4 kun. Olingan atvotkalar. Bismillahirrahmanirrahim. Qilishimiz. Tortgan g'umdaklari bo'lsa tashlash kerak. Tortgan g'umdaklarni tashlayman. Ikkita g'umdak tortgan. Bismillahirrahmanirrahim. Issiq qilib urab qo'yamiz. İkinci tortkamız. Güzel almışlar, güzel almışlar. Açık olurlar, kupaki. Her şey sıçatak. Bismillah. Xo'p, azizlar, olyapsan. Mana böyle, mana o'tgan safargi videoda ko'rsatgandim. Ikkinchi etajiga maxsus shu diafragma orqali bo'lingan ona o'ylaydi bu. Maxsus diafragma orqali. 3 ta o'tka hosil qilamiz hozir bundan. Bundan 3 ta o'yla hosil qilinadi. Mana bu maxsus nimalari bormi? Tagida maxsus diafragma bor. Maxsus diafragma orqali 3 ta o'yla hosil qiladi. Bunga ham g'umdaklar beramiz. Mana bitta ramka, mana bu ikkinchi ramka mana. Hozir nimasi bo'lsa, mana bu urug'li ramka, onari pastda ikkinchi etajda ishlaydi. Tortgan g'umdaklarini topib uzib tashlash kerak. G'umdak tortgan bo'lsa,
Boshqa gumbek, ikkita gumbek topdim, boshqa bu ramkada boshqa gumbek ko'rmayapman. Mana shu yerda mol o'xshayapti. Yo'q. Bo'ldi. Mana ikkita ramka. Ikkita ramka hosil qilindi. Endi buni mana buni olib, yon devorini olib, buni bulamiz, bekitamiz. Bas. Endi qilib bekitildi, bu ajradi. Alohida o'ylab bo'lib ajradi bu. Teglarigacha mahkam bekildi. Endi buni narigi chekkadagi o'ylasini hosil qilamiz. O'rtada o'ylarni buna birinchisi. Bunda gumbek ko'rmadim. Hozircha 3 ta gumbek bor. Mana bunda ko'ramiz. Mana bitta gumbek bor ekan bunda. Biz tashlaymiz. 3 ta 4 ta gumbek topgan ekan. Mana 5-inchisi. Buni ham biz tashlaymiz. Yana bormi? Mana shu yerda bo'lib o'xshaydi. Yo'q. Mana 6-inchisi. 6 ta gumbek tortgan ekan. 6 ta gumbek tortgan, 6 talasini ham buzdik. Endi hozir yaqinroq olib kelsa, ichini ko'rsatsin. Mana bu yerda mana aralar kirib chiqish uchun razintelniy reshetka bor edi. Bulgich set reshetka. Mana shu reshetkani endi yopamiz. Sababi endi bir-biri bilan umuman kirdi chiqdi qilmaslik kerak aralar. Pastdagi ona ara bilan yopilish kerak edi. Mana butunlay yopildi. Endi bularni aloqa tugadi. Faqat mana bu setkadan, 2 qavatli setkadan bularni hidi hamda issiqlik tepaga chiqib turadi. Issiqlik. Buni o'rtaga qo'yamiz mana. Bir-biriga o'tsa, onasini o'ldirib qo'yadi. Mana. Hop, ikkinchi devorini ham o'rnatamiz mana ikkinchi devorini mana. Hovlilar 3 ga bo'linadi. Tepada 2 ta hovli hosil qilamiz. Hid bir xil bo'ladi, pastdagi unari bilan bir xil bo'ladi. Issiqlik bir-biriga o'tib turadi. Natijada oila tez rivojlanadi, issiq bo'lganligi uchun. Oila tez rivojlanib, asal sezon kelguncha donor oilalar hosil bo'ladi. Endi gumbeklarni olib turib, gumbeklarni o'rnatishimiz kerak. Gumbeklarni olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana gumbekni olamiz. Maxsus himoya qolpog'i. Bu nima uchun? Arilar bu gumbekni g'ajib qo'ymasligi uchun
Endi o'zini g'umbegidan chiqargisi keladi bular ham. Begona g'umbeyni qo'ygisi kelmaydi. Shuning uchun mana himoya qalpog'ini kiydirib qo'yamiz. O'rtasiga ari to'plangan joyiga mana bunday qilib qotiramiz. Endi bundan bugun kechasi egasini shu bergan odamni aytish bo'yicha bugun chiqish kerak. Mana ertalabgacha chiqish kerak. Bittasini mana ko'rsatdim. Hatto yo'lda yetib kelguncha bittasi chiqib qolibdi ona. Mana. Bunday qilib turib. Endi bu yerga issiqroq bo'lishi uchun bu bitta ram ko'p qoldi. Mana bu to'sqichini qo'yib qo'yamiz. Issiqqina boradi. Bunisi tayyor. Endi bu mana bu o'ylarga beramiz. Mana 3-o'yla bu. 2-o'yla. Buni bundagina bir qarab qo'yamiz. Bunday tayyor qilib, bundaydan bitta olib, himoya qalpoqqa kiydirib, mana bunday qilib kiydirib, buni hop Rishton Amirobod qishlog'idan ukamiz bor ekanlar, Elmurod ismlari. Shu yigitni olib keldik. Shu yigitga ham rahmat, shunchalik mehnat qilib arilarni juda chiroyli chiqarib mehnatiga rozi bo'lsinlar. Yaxshi chiqarib o'raylik ish qilib ular arini qabul qildirib olaylik mana arini yaxshi. Mana bu ham tayyor. Bundaglarni olib tashladik. Buni mana plyunkasini yopamiz. Endi mana 3-si qoldi. Yosh arichalar yuribdi bularni. Plyonkani tagida qolib ketmaslik uchun o'ylab qoladi. Chiqarsa Bismillahirrahmanirrahim. Qo'yib turib buni suramiz. O'rtasiga sanchab, erkak arini sutini sal tekkizib qo'ydim. Endi hiddan nima qilishi mumkin bor. O'zini g'umbagi emasligini. Mana shu yerga qo'yayım. Mana shu yerga qo'ydim chunki tuxum yo'q ekan. Tuxumni o'ldirib qo'ymaydi. Mana endi tayyor. Qo'yamiz. Bo'ldi mana. Mana shunday qilib atotkalar hosil qilinadi. Qopqog'ini yopamiz buni. Sıkılı bırak ya.